Bu yerda savol, assalomu alaykum. O'g'il bola ota-onasi ajrashgan bo'lsa, o'g'il bolami, qiz bolami farqi yo'q. Ajrashgan bo'lsa kim bilan qolishi kerak? Iltimos javob bersangiz. Ota benamoz, dindan olisda. Onasi namozxon, dindor ayol. Otasi o'g'lini bergisi kelmayapti. Nima qilsa bo'ladi? O'g'ilga qanday maslahat berasiz domla debdi. Ajrashgan vaqtida bola kim bilan qolishlik masalasi, bu biz taloq masalasini o'tdik darsda. Taloqdan keyin hadona degan bob keladi. Hadona, nikoh o'tdik, taloq o'tdik, keyin hadona degan keladi. Hadona mana shu kimning nimasida, ko'kragida, kimning changalida, kimning hadonasida qoladi bola degan masala. Agar erkak bilan ayol ajrashsa, o'rtada bola bo'ladigan bo'lsa, bola gap so'z yo'q. Dinda agar ikkovlari bir bo'lsa, biri boshqa bo'lsa emas, dinda bir bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi musulmon, ikkalasi namoz o'qiydi, ikkalasi bir xil bo'lsa, gap so'zsiz onada qoladi bola. Bola onada qoladi hatto tamyiz yoshigacha. Tamyiz yoshi har xil. Tamyiz ajratishlik yoshi. Ajratish degani bolani pul berasiz, bor do'kondan bir narsa sotib olib kelasiz. Bola do'konga boradida aytadi: "Mana nonni puli buncha bo'ldi, mana kartoshkani puli buncha bo'ldi. Menga buncha pul qaytarishingiz kerak edi" deb ajrata oladigan bo'lsa, bola u 9 yoshda, 10 yoshda, 12 yoshda bo'ladi. Xullas 10 yoshlar, 12 yoshni olishgan. 12 yoshgacha bola onada qoladi, lekin bir shart bilan. Ona boshqa erkakka nikohlanmaslik sharti bilan. Nikohlanmaslik sharti bilan. Agar ona boshqa erkakka nikohlansa, bola ota ham dinda bir xil dedik-ku. Otaga shunday o'tib ketadi. Tamyiz yoshni kutmaydi. Agar tamyiz yoshigacha ham shunday onada qolgan bo'lsa, tamyiz yoshi 10 yosh, 12 yoshgacha onada qoldi. Lekin bir shart bilan, otani yomonlamaslik sharti bilan qoladi yana. Demak, biri qaysi shart edi? Biri erga tegmaslik. Ikkinchisi otani yomonlamaslik. Seni otang shuna iflos odam edi. Seni otang shunday menga zulm qildi. Meni urardi otang, mendan qilardi degan narsa aytilmaydi. Keyin 12 yoshga kelganda ota bilan onani qo'yadi-da, bolaga aytiladi: "Kimni tanlaysan?" deydi. Otani desa otada qoladi, bolani desa bolada qoladi. Mana bu shariatning hukmi. Ammo agar dinda bo'lakcha bo'lsa, gohida ona dinda nimasi yo'q, dinda emas, namozda emas, boshqada emas. Unda ota namozxon bo'lib otada qoladi. Agar ota shunaqa bo'lib, ona namozxon bo'lib, ota namozda emas, boshqada emas, ichadi, boshqa qiladi, bolani ertaga kuni o'ziga o'xshagan ichadigan yo boshqa qiladigan tarbiyalab qo'yishdan qo'rqsa, unda onada qoladi. Tushunarli? Dinda agar ixtilof bo'ladigan bo'lsa, unda uning hukmi bo'lakcha bo'ladi.